Sochinglar qalinlashadi, sochinglar qorayadi, sochinglarni oqlari kamayadi. Imeyte в виду, kraska ishlatishni butkul to'xtatasizlar, xudo xohlasa. To'xtatinglar. Eng zo'ri домашний retseptlar sochga yoki trixologga boringlar. Trixolog davolaydi, defitsitinglarni tekshiradi. Juda bo'lmasa, домашний uxotda regularni agar mana shu narsalardan bugungi beradigan retseptimdan foydalanib yursanglar, sochinglar umuman to'kilishi ham to'xtaydi va soch o'sadi kal joylardan ham. Demak, bizga buning uchun nima kerak bo'ladi? Qaranglar. Bizga krapiva kerak bo'ladi. Endi o'zbekchasi buni gazanda ekan. Mana skrinshot qilib olinglar va romashka kerak bo'ladi. Moychechak aptekadan olasizlar buni. Buni bir osh qoshiqdan, ikkalasidan bir osh qoshiqdan qaynab turgan kipitokda damlab olasizlar. 20 minut, yarim soat damlab olasizlar. Men tayyorladim mana. Sitadan o'tkazib, mana bunaqa luboy idishga, alba bo'lish shart emas, luboy mana bunaqa spreyli idishga solasizlar. Keyin bunga nima qilasizlar? Ichini ochamiz. Eng zo'r narsa bu qizlar, ishoninglar, вообще dahshat effekt beradi sochga. Demak, bizga nikotin kislotasi kerak bo'ladi. Nikotinka mikrotsirkulyatsiyani, boshdagi mikrotsirkulyatsiyani yaxshilaydi, ya'ni qon aylanishini yaxshilaydi, moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Sosudlarda o'sha to'qimalar yaxshi ishlashini, sosudlarda qon aylanishi, sochinglar qalinlashadi, sochinglar qorayadi, sochinglarni oqlari kamayadi. Imeyte в виду, kraska ishlatishni butkul to'xtatasizlar, xudo xohlasa. To'xtatinglar. Eng zo'ri домашний retseptlar sochga yoki trixologga boringlar. Trixolog davolaydi, defitsitinglarni tekshiradi. Juda bo'lmasa, домашний uxotda regularni agar mana shu narsalardan bugungi beradigan retseptimdan foydalanib yursanglar, sochinglar umuman to'kilishi ham to'xtaydi va soch o'sadi kal joylardan ham. Demak, bizga buning uchun nima kerak bo'ladi? Qaranglar. Bizga krapiva kerak bo'ladi. Endi o'zbekchasi buni gazanda ekan. Mana skrinshot qilib olinglar va romashka kerak bo'ladi. Moychechak aptekadan olasizlar buni. Buni bir osh qoshiqdan, ikkalasidan bir osh qoshiqdan qaynab turgan kipitokda damlab olasizlar. 20 minut, yarim soat damlab olasizlar. Men tayyorladim mana. Sitadan o'tkazib, mana bunaqa luboy idishga, alba bo'lish shart emas, luboy mana bunaqa spreyli idishga solasizlar. Keyin bunga nima qilasizlar? Ichini ochamiz. Eng zo'r narsa bu qizlar, ishoninglar, вообще dahshat effekt beradi sochga. Demak, bizga nikotin kislotasi kerak bo'ladi. Nikotinka